To'xtang, bilaman siz har kunligi kiyishga juda ham chiroyli va udobniy bo'lgan ko'ylak qidirib olasiz. Men ustimga shu kiyib olgan ko'ylagim aynan siz uchun juda ham qulay bo'lgan shunaqangi ko'ylaklarimizdan Xadicha brend do'konimizga har xil eng hadavor rasvetkalarni olib kelib qo'ydik. Qizlarjonlar, qo'lida shunaqangi rezinka qilingan bo'ladi. Rosa ham udobniy, qo'llarni qisib tashamaydi. Varatniklar shunaqangi stoyka varatnik bo'ladi. Oldi qismida juda ham chiroyli qilib ishlangan, Swarovski toshlar bilan bezatilgan bo'ladi va shunaqangi tugmachalari ham bo'ladi qizlarjonlar. O'zim kiyib olganim shunaqangi bordoviy rasvetkasi, ikkita chetida shunaqangi cho'ntaklari ham bor. Uzungina maza qilib kiyasizlar. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, rosa ham chiroyli bo'lgan shunaqangi korичневый rasvetkasi. Toshlarni qaranglar, qanaqangi chiroyli qilib ishlangan, juda ham nozigina maza qilib kiyasizlar va shunaqangi yarki bo'lgan izumrudniy rasvetkasidan ham olib kelib qo'yganmiz qizlarjonlar. Orqa oldin emasligini aylantirib ko'rsataman. Maza qilib kiyasizlar. Bu ko'ylagimizni biz ikki xil fasonda olib kelganmiz qizlarjonlar. O'zim kiyib olganim shunaqangi oldi 3 burchak varianti bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib shunaqangi Swarovski toshlar bilan bezatilgan va tugmachalari bo'ladi. Ikkita chetida cho'ntaklari bor va ikkinchi fasonni nimasligi ko'rsataman. Shunaqangi jigarrang rangidan qaranglar, qanaqangi chiroyli qilib. Buni Swarovski toshlarini qaranglar, qanaqangi asal qilib ishlangan. Yaqindan keyin yana ko'rsatamiz. 3 burchak qilib ishlangan buni ham, lekin buni varatniklari bo'ladi qizlarjonlar. Yana rasvetkasi bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, asal bo'lgan shunaqangi ko'zga bitada tashlanib turadigan izumrudniy rasvetkasi ham olib kelib qo'yganmiz. Buni kiysanglar hamma komplimentlar aynan sizlarda bo'ladi. O'zim kiyib olgan shunaqangi bordoviyni, yana shunaqangi fasoni ham bor qizlarjonlar. Buni oldi qismini ko'rib olsizlar, tugmachalari yo'q. Swarovski toshlari shunaqangi 3 burchak bo'lib, bitta liniya bo'lib qilingan. Rosa ham udobniy material, yengilgina, har kunligi ustingizdan shunday tashib olib kiyib yuraverasizlar. Va shunaqangi ba'zi qora rasvetkalardan ham olib kelib qo'yganmiz qizlarjonlar. Buni ham ko'rib olsizlar, 3 burchak qilib ishlangan va o'zim kiyib olganim shunaqangi varatnikli varianti ham bor. Buni Swarovski toshlar ham har xil mayda-mayda chiroyli qilib yalt-yult qilib turadi. Narxiga keladigan bo'lsak 450 ming so'm, razmerlari 50 dan 64 gacha bemalol mos keladi. Hammalarni Xadicha brend do'konimizda kutib qolamiz.